Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yaqinda 25-oktyabrda Ichki ishlar xodimlari kunidir. Barcha ichki ishlar xodimlarini, yurt posbonlarini ushbu bayram bilan chin qalbimdan, oilam, jamoam nomidan tabriklayman. Ularning o'sha xalq tinchligi yo'lidagi beminnat xizmatlarida kattadan katta omadlar tilayman. Ushbu she'rim ichki ishlar xodimlari kuniga bag'ishlanadi. Mard yigitlar yurt sharafini o'ylaydilar. Siz posbonsiz, siz qalqonsiz mard yigitlar, uxlamasdan xalq tinchligini o'ylaydilar. Ichki ishlar xodimlari sizga ta'zim. Tinmaysiz siz, qalbingiz ham tog'dan yuksak. Mangu berdi Amur Temur qonlari bor. Kasbingiz sharaflidir, mashaqqat ko'p. Ichki ishlar xodimlari sizga ta'zim. Har narsadan ustun bo'lgan xalq tinchligi, yarashadi bu vatanga bayram to'ylar. Qo'l ochadi bugun keksa yoshlar. Ichki ishlar xodimlari sizga ta'zim. Siz posbonsiz, siz qalqonsiz mard yigitlar. Tog'dan-da yuksakdir irodangiz ham. Tinchlikni asraysiz, joningiz fido. Ichki ishlar xodimlari sizga ta'zim. Mard yigitlar yurt sharafini o'ylaydilar. Siz posbonsiz, siz qalqonsiz mard yigitlar. Uxlamasdan xalq tinchligini o'ylaydilar. Ichki ishlar xodimlari sizga ta'zim. Tinmaysiz siz, qalbingiz ham tog'dan yuksak. Mangu berdi Amur Temur qonlari bor. Kasbingiz sharaflidir, mashaqqat ko'p. Ichki ishlar xodimlari sizga ta'zim. Har narsadan ustun bo'lgan xalq tinchligi, yarashadi bu vatanga bayram to'ylar. Qo'l ochar duoga keksalarimiz. Ichki ishlar xodimlari sizga ta'zim. Siz posbonsiz, siz qalqonsiz mard yigitlar. Tog'dan-da yuksakdir irodangiz ham. Tinchlikda asraysiz, joningiz fido. Ichki ishlar xodimlari ming tasanno.